Assalomu alaykum barchaga. Inson hayoti davomida juda ko'p marotaba mana shu ko'rib turgan oshqovoqni iste'mol qiladi. Bu inson organizmi uchun juda ham foydali. Lekin qanday foydali taraflari bor? Juda ko'plab vitamin va minerallarga boy ekan. Bugun bitta-bitta ko'rib chiqamiz. A vitamini bor ekan. Beta karotin ko'z nurini saqlaydi. Teri va immunitetni mustahkamlaydi. C vitamini immunitetni oshiradi, shamollashdan himoya qiladi. Kaliy yurak va qon tomirlar faoliyatini yaxshilaydi. Temir moddasi qon kamayishi, anemiyani oldini oladi. Oshqovoqda kletchatka tollar ko'p. Bu hazmni yengillashtiradi. Oshqozon va jigarga og'irlik bermaydi. Parhezbob. Qon bosimini me'yorga keltiradi. Xolesterinni pasaytiradi. Yurak ishini yengillashtiradi. Ko'rish va miya uchun beta karotin va E vitamini miya faoliyati va ko'rishni kuchaytiradi. Dieta va ozish uchun kaloriyasi past. 100 gram oshqovoqda taqriban 26 kal. Sog'lom ovqatlanish va vazn tashlashda juda foydali. Bolalar va keksalar uchun bolalarda o'sish va immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Keksalarda yurak va bo'g'imlar uchun yengil ovqat hisoblanadi. E'tibor berish kerak ekan, ortiqcha ko'p yeyilsa agar ich ketishi mumkin. Qandli diabeti bor bemorlarga shifokor tavsiyasi bilan iste'mol qilish lozim. Azizlar, mana shu oshqovoqni yaxshi ko'radiganlar, ko'p iste'mol qiladiganlarga jo'natib qo'yamiz. Asalni ham ozi shirin degandek, me'yorga qarab yeyish kerak. Kim agarda o'zini sog'lom yurishini xohlasa, marhamat, oshqovoqni taklif qilamiz. Kanalga obuna bo'linglar. Bundan ham qiziqarli va foydali ma'lumotlar berib boshida davom etamiz.